ayollar topayotgan daromadida zavq bo'lmasa u charchaydi. Kreditga hozir bugun odamlar mashinalar olib tashlashayapti, uylar olib tashlashayapti, lekin shu darajada ekanki odamzod o'sha kreditga olayotgan narsasini zavqi o'sha narsa erishilgandan keyin ma'lum bir daqiqalargagina yetar ekan xolos. Hamma bildi, o zo'r dedi. Ana endi undan keyin og'riq boshlanadi. Endi shundan sharmanda bo'lmaslik, ya'ni uy olib oldimi, mashina olib oldimi, nimadir oldimi, o'sha sotib yuboribdi desa haligi ayol tan olinmay qoladi. Ana demak qo'lidan kelmabdi degan narsada va o'shandan qutulish uchun fikri yo'da endi kredit to'lash bo'lib qoladi. Va natijada oila yo'qqa turib turadi. Charchasam men erimni xohlamayman deyaptilar. Qarang, ayol charchaydigan darajada harakat qilyaptimi? Demak, o'sha balansi buzilganlik. Demak, ayollar topayotgan daromadida zavq bo'lmasa u charchaydi. Demak, u charchayaptimi, to'g'ri joyda emas. Yo'q, men hozir charchadim deyishlikligi o'rtadagi o'zaro munosabatlari sovishiga sabab